Suv, ona tabiat insonga bergan eng bebaho ne'mat. Yer yuzidagi har bir jonning yurishi, nafas olishi, o'sishi va yashashi aynan suvga bog'liq. Ammo bir haqiqat bor, suv cheksiz emas. Bugun ichayotgan har tomchi suvimiz ortida ming yillik tabiiy jarayon, dunyoning turli nuqtalarida esa minglab odamlarning orzusi yotibdi. Tarix davomida insoniyat suvni topish, uni saqlash va avaylash yo'lida kurashib kelgan. Toza ichimlik suvi havo singari hayotimizning tayanchi. Organizmda birgina foiz suv yetishmasligi ham yurak, qon tomir va nafas tizimi bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin. Dunyo bo'ylab bugun 1 milliarddan ortiq kishi ichimlik suvidan mahrum. Shu bois biz ichayotgan suvimiz qadrlashga arziydigan eng katta boylik. Sayyoramizning har 6 odami to'yib ichimlik suv ichishni orzu qiladi. Ichimlik suviga bo'lgan e'tiborni bugungi kunda tahlil qiladigan bo'lsak, davlatimizda shu kranni ochsak ichimlik suvi chiqadigan bir paytda boshqa davlatlarda shu ichimlik suviga erishish hashamat hisoblanadi. Bugungi kunda shu biz o'zimizda ham shu ichimlik suvidan xo'jazlarcha foydalanish holatlari juda ko'plab uchramoqda. Masalan, shu ichimlik suvidan gilamlarni yuvish, avtomashinalarni yuvish, dov daraxtlarni sug'orish holatlari juda ko'plab uchramoqda. Bundan tashqari ichimlik suv jo'mraklarini ochib qo'yib, misol olib aytishimiz mumkin, o'sha ertalab turib tishimizni yuvadigan bo'lsak, o'sha bir kishini tishini yuvish uchun shu 200 gram suv yetarli bo'lgan bir paytda biz suvni ochib qo'yib, shu 5 minut misol 3 minut suv tishimizni yuvadigan bo'lsak, to'xtamasdan jo'mrakdan suvlar oqib yotadi. Buning natijasi juda ko'plab suvlar isrof bo'lmoqda. Bundan tashqari shu viloyatimizni oladigan bo'lsak, viloyatimizda ham shu ko'cha kolonkalari degan ibora bor. Bu tumanlarimizda asosan bor. Shu asosan shu bugungi kunda shu 60 ming atrofida shu iste'molchilar foydalanadi ushbu manbalardan. Bu ko'cha kolonkalari o'sha aholi o'sha mahallalarda, ko'chalarda joylashgan o'sha jo'mraklar bo'ladi, umumiy foydalanishdagi. Bu endi ko'chada bo'lgandan keyin misol ko'chadan maktab bolalari o'tadi, yo'lovchilar o'tib ketyapti, foydalanib turib kimdir jo'mrakni yopadi, kimdir yopmasdan shu bee'tiborlik bilan o'tib ketishi mumkin. Buning natijasida shu ichimlik suv juda ko'plab isrof bo'lish holatlari uchramoqda. Ming afsuski, bu bebaho manba bugungi kunda haddan ortiq sarflanmoqda. Ayrim hududlarda esa isrof darajasi xavotirli. Rivojlangan davlatlar suvni tejash madaniyatini hayot tarziga aylantirayotgan bir paytda biz ham shu yo'nalishda qat'iy choralar ko'rishimiz zarur. Aks holda suv tanqisligi iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy muammolarni yuzaga chiqarishi mumkin. O'zbekiston hukumati ham suvga oid muammolarni yechish bo'yicha jiddiy choralarni ko'rmoqda. Hozirgi kunda Farg'ona viloyat suv ta'minoti aksioner jamiyati tomonidan ushbu ko'cha kolonkalarini o'sha aholini uylariga olib kirish choralari ko'rilmoqda. Aholini uyiga olib kirilgandan keyin o'z-o'zidan u tarmoqqa suv hisoblagich o'rnatiladi va foydalanayotgan suvi hisobi chiqadi. Endi yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman, shu bugungi kunda viloyatimizda 1 metr kub suv uchun 7 ming so'mga yaqin pul to'lanadi. Bu degani 1000 litr suv degani. Ichimlik suvdan foydalanish madaniyatini yo'lga qo'yishda men o'ylayman, birinchi navbatda bu narsani bog'chalardan, maktablardan boshlashimiz kerak bo'ladi. Maktablarda ichimlik suvini foydalanish bo'yicha qanaqadir nima deydi, fanlarni joriy qilish, ko'plab shu seminarlar, suhbatlar o'tkazish menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu ichimlik suvidan noqonuniy foydalanish, o'zboshimchalik bilan foydalanish, o'zboshimchalik bilan ichimlik suv tarmoqlariga ulanib olish, suv hisoblagichlarida ko'rsatkichiga tashqi ta'sir ko'rsatish bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 163-moddasida javobgarlik belgilangan. Bunda fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorini 10 baravardan 15 baravarigacha, mansabdor shaxslarga 15 baravardan 25 baravargacha ma'muriy jarima qo'llash belgilangan. Bugungi mavzudan xulosa bitta: suvni tejash ertangi hayotimizni, farzandlarimiz kelajagini asrashdir. Tomchidan dengiz bo'ladi deganlaridek, har bir tomchi bizning mas'uliyatimiz. Suvga mehr bilan munosabatda bo'lsak, tabiat ham bizga mehrli javob qaytaradi.